Chilonzor Oqtepa kuruni oldidan sizlarga bitta zo'r xonadon topib qo'ydim. 2 xona 3 xona qilingan. Narxini hozirdan aytaman, 75 ming dollarga 58 kvadrat metr. Mahallani qaranglar. Juda ham katta. Bu mahalla endi Shayxontohur kirmaydi. Chilonzorga kiradi deb aytaman. Bu Lutfiy mahalla. Agar Shayxontohur bo'lganda Oqtepaga kirgan bo'lardi. Lekin Oqtepa kuru shundoq oldimizda joylashgan bo'ladi. Mana shu 5 qavatli binomizni 5-qavatida joylashgan xonadonimiz. Mana ko'rasizlar, devori o'zini ikkita alohida parkovkasi bor. Bitta mana bu yoqda ikkinchisi o'zligini trekerligi turibdi. Bu yoqda sport zona, o'sha workoutlar qilsa bo'ladi. Bu yoqda ham stankalar bor, bu yoqda ham bolalar maydonchasi. Keng ko'rasizlar, maydonimizni domlar zid tushmagan keng maydon bo'lib turibdi. Havo shamol yaxshi aylanadi. Tomimizni tepasida cherpitsa qilib alohida tom qilingan. Bunaqa tekis to'lmas, hamma narsalar o'ylanib, yangi qilingan bo'ladi. Xonadonimizga hamma narsa tashib ketiladi. Ichkari kiramiz. Ketdik. Podyezddan xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Xonadonimizni eslatib o'taman. 5-qavatda joylashgan 58 kvadrat metrli xonadonimiz bo'ladi. 2 xona 3 xona qilingan. Prixojamiz chap tarafdan o'zini stroyni garderoblari qilingan bo'ladi. Birinchi xonamizni asosiy eshikdan kirganda o'ng tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilingan. Balkonga qaragan o'zini derazalari mavjud. Endi qaranglar, podyezd eshigidan kirdik. Bunaqasi yo'ligimizni umumiy hojatxona, yuvinishxona alohida, ya'ni razdельный qilingan bo'ladi. Bu yoq tarafdan ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va albatta podyezd eshigi bilan to'g'ri yuradigan bo'lsak, kattagina mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonamizni yoq tarafi, ya'ni balkonimizni studiya formati chiroyli qilib chiqarilgan. Oshxonamizni alohida qilib qilingan. Bu mehmonxonamiz bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, balkonimizning o'zida bu joy ikkiga bo'linganni, o'tiradigan zona qilasizlarmi, ish zona qilasizlarmi, ajratib qo'ysanglar bo'ladi. O'zinglar ham tashqariga qaragan, ya'ni devorga qaragan o'zini katta derazalari mavjud. Shundoq tabiat ko'rinib turadi. Bu yerda orasida domla zich emas, havo yaxshi aylanadigan bo'ladi. Shundoq Oqtepani kuruni oldi, lokatsiya ham zo'r bo'lgan. Oshxonamiz mana bu yoqda alohida qilingan, uyutning bo'lib turibdi, shinamgina. Ayollarimiz uchun hamma narsa mana mujassam bo'ladi. Bu yerda ham tashqariga qaragan deraza mavjud. Ya'ni oshxonadagi yog' hidlari kimga o'tirib qolmasligi uchun yechim bo'ladi. Xonadonimizni umumiy 2 xona 3 xona qilingan, ko'rdinglar. 58 kvadrat metr tashkil qiladi. 5 qavatli binomizni 5-qavatida joylashgan, o'zini alohida ikkita parkovkalari bilan birga narxini 75 ming dollar bilan baholashyapti. Albatta ustiga kelinglar, yana yumshatadigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.